Tugash oldidan bir savol bermoqchiman. Mana omad bo'yicha, baraka bo'yicha, rizq bo'yicha yoki taqdir bo'yicha juda ko'p misollar va yo'nalishlar ko'rsatdingiz va bularga qo'shilaman, xursand bo'ldim. Lekin shularga tayanmasdan turib, biza rivojlangan davlatlar safida qachon bo'la olamiz? Yo'q, bularsiz bo'lmaydi. Bularga ya'ni sabablarsiz, harakatsiz bo'lmaydi. Lekin bu yerda bitta narsani aytsak bo'ladi. Ko'pchilik bizni rivojlanishimizga ikkita to'siq bor deb o'ylaydi. Birinchisi bu demak xalqimizni ilmga muhabbatsizlikda ayblashadi. Ikkinchisi demak qadriyatlarga bog'lashadi. Ikkalasini ham to'g'ri va noto'g'ri jihatlari bor. Birinchisi, xalqimiz ilmga muhabbatsizmi? Yo'q, aslida muhabbatsiz emas. Chunki bu xalqdan avval ham o'sha Buxoriylar, Termiziylar, Farobiy, Farg'oniy, Xorazmiylar chiqdimi? Yana chiqadi. Chunki gen bor narsada, ilmiy, mana genetik. Psixogenetikadan aytmayapman, ilmiy genetikadan aytaylik, o'sha gen bu bor narsa. Bu narsa albatta davom etadi. Faqatgina buni uyg'ota bilish kerak. Buni uyg'onmasligini xohlaydiganlar juda ko'p. Biz avval ochiq bizga to'siq bo'layotgan narsalarni o'zimiz anglaylik. Hech bir davlat xalqi rivojlanmay turib rivojlanmaydi. Yo'q, unaqa yer yuzida xalqi rivojlanmasdan turib rivojlangan davlat yo'q. Omad kelib qo'ygani yo'q. Yo'q, yo'q, yo'q. Chunki davlatlarni xalqlar tuzadi. Xalqlar tuzadi. Qoraxoniylar keluvdi, Qoraxoniylar degan davlat tuzdi. Saljuqiylar chiqdi-da, Saljuqiylar degan davlat tuzdi. Hazrat Sohibqiron chiqdi-da, Temuriylar degan davlat tuzdi. Keyin nevaralar asosini chiqarishdi. Ya'ni davlatlarni xalqlar tuzadi. Konstitutsiyamizda ham boshida yozib qo'yibdi. Xalq davlatning bosh negizi, asosi hisoblanadi. Shu mazmunda. Ya'ni mana shu davlat rahbarlari ham shu xalqning orasidan chiqadi. Biz qoralab yomonlaydigan korrupsioner, poraxo'r, neopatizmga berilgan deydiganlar ham mana shu xalqning vakili va shu xalqning ichidan chiqqan. Bitta oltin qoida bor. Qaysi qavm o'zini o'zgartirmaguncha, isloh qilmaguncha, yaratguvchi zinhor ularning holini o'zgartirmaydi. Zinhor o'zgartirmaydi. Avval xalq o'zini o'zgartiradi. To'ydan, ana TikTok, Instagram degan jinnilikdan, o'zini maqtashdan, yotib olib serial ko'rishdan to'xtab, ilm olishga, kitob o'qishga o'tadi yoki shu texnikalardan ham ilm yo'lida foydalanadi. To'y degan, uy degan, mashina degan, hashamat degan, kibr degan balo qazodan o'zini tiyadi, ana keyin yaratgan egam taraqqiyotni, rivojlanishni beradi. Eng ayniqsa mana ovqat reklama qiladiganlar, ovqatga mukkasidan ketgan. Bizning xalqimiz shunaqa, ovqatga mukkasidan ketgan. Mana Ramazonda ham, asl Ramazonda tayyorgarlik ruhiy bo'lish kerak. Taomimiz kunlik taomdan farq qilmas kerak. Biz yarim kecha soat 12 da o'zi Sergelida turadi. Yunusobodga oshga boradi. Ha, iftorlikka. Tag'in menga saharlikka bo'ladi. Saharlikka. Telefon qilyapti. Ustoz, ha desa, saharlikni birga qilsak. Men saharlikni uyda qilaman oilam bilan. Yo'q, bir Yunusobodda yaxshi osh ochilibdi. Ochilsa, ochilaversin. Qanday ochilgan bo'lsa shunday yopiladi. Keyin ham siz Sergelida yashaysiz-ku desa, endi bir niyat qiluvdik-da saharlikni shu yoqda qilish uchun. Men tarovihga chiqaman. Undan keyin uyga kelaman, ozgina kitobimni o'qiyman, darsimni qilaman, uxlayman keyin men. Chunki soat 4 da uyg'onishim kerak men. Ertasi kun ishga borishim kerak keyin. Endi Ramazon-ku. Yana bir marta shunaqa saharlik qilaylik deb, shu Sergelida Yunusobodga saharlik qilaylik deb telefon qilsangiz, dedim, xafa qilib qo'ymayman siz. Mana butun dardimiz ovqat bo'lib qolgan. 50 kilometr uzoqqa borib, masaviy ichib keladiganlardan ilmli odam chiqadi Mo'min aka hech zamonda. 70 kilometrga borib 5 barmoq yeb keladiganlardan qanday qilib rivojlantiradigan bir xalq chiqishi mumkin? Yo'q. Biz yeyish uchun yashashimiz kerak emas, yashash uchun yeyishimiz kerak. Qornimiz hali mana iftor bo'lsin, hammani qorni mingchigina non bilan to'yadi. Tamom. Taraqqiyotga erishish uchun boyagi birinchi to'siqda jon bor. Xalqimizda ilmga muhabbat genimizda bor, lekin voqelikda hozir yo'q. Endi uyg'onyapti.
Mana sizlar harakat qilyapsizlar, ko'pchilik harakat qilyapti, baraka topingizlar, endi uyg'onyapti. Lekin hali bu oz. Butun xalq ommatan harakat qilish kerak. Ommaviy ravishda harakat qilish kerak. Topgan pulini ilmga sarflash kerak.